O'zbekistonda mana shunday joy borligini bilarmidingiz? Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Yaqin, Farg'onadan atigi 460 km uzoqlikda sizga shunaqa joy topib qo'ydik-ku. Bu joy hammaga ovoza bo'lib ulgurgan Aydarko'l resort bo'ladi. Despacito. Yurtimizni mana shunday go'zal tabiatlari uchun bitta yurakchani qizartirib qo'ying. Dachaga chiqmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga bu videoni yuborib qo'ying. Tog' bag'rida, suv bo'yida mana shunday tabiatda dam olishga nima yetsin? Mana shunday noodatiy kapsulachalarda oila a'zolaringiz olib kelib dam oltirib ketsangiz ham bo'laverar ekan. 2 kishilik, 4 kishilik xohlasangiz mehmonxonasigacha bor ekan. 525 ming so'mdan 3 mahal ovqati bilan 8 kishilik xona. Mabodo 10 kishi kelsangiz, joy qilib berishar ekan. Bu esa Aydarko'l restoranning lyuks xonasi bo'lar ekan. 2 ta xona, 2 ta balkoni bo'lar ekan. Oilaviy kelsangiz ham bo'lar ekan. Mana shunday shinam restoranda qo'ligul oshpazlar tomonidan kuniga 3 mahal mazali taomlar siz uchun tayyorlanar ekan. Shvedskiy bo'lsa mazada xohlagan insonli yeysan. Asosiysi sog'ligingiz uchun zamonaviy muolaja markazi. O'zingiz yoki ota-onangizni ishonch bilan yuboraverasiz. Hudud 24/7 turizm politsiyasi nazoratida. Yaqin, like bosib, kommentariy yozishni unutmang. Bu videoni kim bilan kelmoqchisiz? O'sha odamga qilib yuborib qo'ying.